Xabarsiz o'tgan kunlarim. Abduri Mehriya. Er ovozida Firdavs Qurban, ayol ovozida Jubbir. Mazkur asar ovozli kitob salonida ovozga ilinib, ovozli kitob salonida tarqatildi. Boshqa qanday turbat va salonlarning ruxsatsiz ko'chirib tarqatishiga yo'l qo'yilmaydi. 11 qism. Yaxshi turibsizmi, acha? Sizni jiqroq oramayvasin deb yeningizga sal turib baray deb turatdim, dedim uning g'arg'in chiroyiga qarab. Nemsin deysan singlim? Ishqirdi yomg'irdan zerikib kelsam, bu yerda 2 kunda yomg'ir yig'ib ishchimni ajab siqdi. Bira 2 hafta yomg'ir yog'maydigan yerga berib optob qoqlanib kelgim kelyapti desa. Yaxshi o'ylabsizga acha, ams ikkimiz bilan turpanga berib qumga tushib kelaylimi? Aqlingga birmish singlim. Ammo pamim sening yurtingga borgan kelyapti-ku deyman. Voy acha, siz xuddi palchiga o'xshab qopsiz-jumu. Rastimni desam, bayatdan bovam momamlarni o'ylab o'ltiratdim. Urumchiga qaytib kelganimga 1 yildan eshibdi. Bu 1 yildan ortiq vaqtda o'ylab baxmagan natijaga erishibdim. Sizning yetakchiligingizda mana bir do'kondan 2 do'konning xo'jayiniga aylandim. Yilning oxirigacha olgan uyimning oshquchini qo'limga olsam, o'zimga tava uyimmi bo'ladi. U chaqda siz kelsangiz mehmonxonaga emas, mening uyimga tushsiz. Qara xo'sh bo'lib ketganingga. Bu natijalarining texa boshlanmasi. Sen mushundaq uzluksiz tirishlig'ali bo'lsang, hozirgi 70 kvadrat uyingning o'rniga dachimi setib olalaysan. 2 do'koning kengayib, korxonaga aylandi. Sen o'zingga ishongan. Ish qilib, men sening bularni qila oladiganligingga 100% ishonaman. Rahmat acha, u kunlarmi kep qila. Ammo hozirgi mushkunlik ulashqanimg'imi sizning yordamingizdan bo'ldi. Navoda buda kelib menga kepil bo'lib bankdan qarz elib bermagan bo'lsangiz, uy bilan do'konni biraqli setib oldigan uncha jiq pul menda nemish qilsin. Siz degandek odam deganda ozroq haydakchilik qildigan besim bo'lmasin bo'lmaydi. Mana endi bu bankning har oyda qaytarilgan qarz uchun bo'lsa-mu, texmi turishmasam bo'lmaydi. Başlangıç mektepdeki muallimimning doim og'izdan tushirmaydigan g'alba tirishqanlarga mansub degan so'z esim kelib qoldi. Demak, odam har qanday jafoga chidab tirishsa, ko'zlagan maqsadiga yetadi ekan. To'g'ri dedan singlim. Endi burunqidan yananmi tirishing kerak. 2 do'konni boshqarib, hammani joy-joyda mang'izishqimi ko'p mag'dur ketadi. Shunga oldi bilan qo'saq opta yeyishing kerak. Qarig'ina buni turuqingga shumakkila o'xshab qapsan. Sizning mush eg'zingizni acha, hozir qizlarning hammasining og'zi qaraydigan bo'lsangiz, o'ruqnashlikning gipi, "Ani yesam samirib ketma, mani yesam samirib ketma" deb tuzukrakmi tomoq yemaydiga. Ammo meni siz bilasiz, qo'saqni azaldan qo'ldan bermayman. Kichkimda qo'saq masalasi uchun buvam ham momam men uchun tinmay boshqalarnikida ishlaydiq. Ba'zida ish yo'q chog'larda bir zag'rinanni sayya, desa yo'q sanya degan deyishib ketadiq. Go'sht deganlarni faqat itlarda yeyishga nasib bo'ladi. Hay, shu kunlarni o'ylasam, hozir shu buvam momam bo'lgan bo'lsa, kundi go'sht pulu bilan boqatdim. Shundoq bo'lg'achqimikin, hozir o'zimni tomoqdan qat'iy nisi qo'g'im kelmaydi. Balki jug'im kichik bo'lg'achqimi, yegan tomoqim na ketadi ekan, samirib qolmayman desa, rost aysan singlim. Hozir turmushimiz yaxshilanib, kishilarning qo'sqi to'ydi. O'rinliq qilmay, tirishqanlik odamlarning holi vaqti yaxshilandi. Buvang, momang, sening mushkullarga ulashganingni ko'rgan bo'lsa, qanchalik xushal bo'lgan bo'ladi-da. Ammo o'limga amal yo'q. Kimning qachon ketishini hech kim bilmaydi. Saq turganlar atsi yo'q. Shunga hammadan muhim salomatlik singlim. Pulni jiq topaman deb, o'zingni ayashni hargiz unutib qolmagin. Men tushdan keyin qaytaman. Amdi yana qachon kelaman, bunisi ma'lum. Lekin bir hashqa yo'liqsang, menga darhol telefon qilgin. Men birdamda oldingda unaman. Bilasan, hozir aeroplan qulaylik. Ilgirgidek necha kech kunduz poyezdda o'ltirib, putlar ishib ketadigan ishlar qolmadi. Sen bu fursat bo'lsa bizni ko'rgili berib turasan. Qaraganda men endi akangning yenida korxonani tang boshqarib turmasam bo'lmaydigan o'xshaydi. Shunga hozircha Urumchiga qaytib kelish planimizmi yo'q. Shunga do'konni sening nomingga o'tkazib, rasmiyatlarni o'tab bo'ldim. Mana bu rasmiyat va talonlar o'ymili kinishkisi bir oydan keyin chiqdi. Acha, bu nimishqina chikundan bu ishlarni menga demaysiz? Men sana desam, sen cho'qim pulning gapini qilishing mumkin. Shunga sana o'chiq demagan. O'z vaqtida u do'konni akang ishkimiz 30 ming so'mga setib olgan.
Sen bizga unchilik puldan nechasini tepib berding. Sening loyihalagan kiyimlaring bilan bizmi oz pul topmadik. Shunga bu do'konni sana o'tkazib berishni qaror qildik. Bekor qilib beramiz desak, cho'qim unimasliqing mumkin. Shunga bahosi biz dastlab setib olgan bahada bo'lsin. Ammo bu pulni sen yangidan olgan do'konning bilan uyingning qarzlarini to'lab bo'lib, eshinchi pul saqlaganda bersangmi bo'ladi? Yana bir taklifim singlim. Hozir bozorlar atlas bilan tikilgan kiyim-kechaklarga asosiy jihatdan to'yinib bo'ldi. Endi ishkir o'lkalarda bo'lsin yoki Shinjang bozorlarida bo'lsin, Koreyaning kiyim-kechaklari bilan girim buyumlarining setilishi yaxshi bo'lyotidi. Shunga sen endi mush xildagi kiyimlarni o'rnak qilib turib, loyihalashni boshlagin. Ondan akam bilan maslahatlashib, go'zal markasidagi girim buyumlarni anga oldirib, Shinjongning o'ziga xos markadagi girim buyumlarining yo'q bo'lishiga xotim berishni o'ylashdik. Chunki Shinjongning havo klimati bakli qurg'oq. Ba'zi dangliq markalik girim buyumlari xonim-qizlarning terisiga mos kelmasligi mumkin. Shunga men qaytib borgandan keyin nopozliq girim buyumlari zavodlariga berib, digivarlashib, bu ishni vujudga chiqarish uchun yo'l manaman. Navoda bu ishimiz aplashib qolsa, sen Shinjongdagi bosh vakolatchi bo'lasan. U chaqda girim buyumlari maxsus to'p tarqitadigan binodan yana bir do'kon ijaraga olishing kerak. Ishinaman, 2 yilga qolmay, go'zal markalik kiyim bilan girim buyumlari butun Shinjongning hamma shahar bozorlaridan o'rin oladi. Pah, acha, sizning qallingizni nimaga o'xshasam bular? Doim boshqalar o'ylamagan ishlarni oldin o'ylab chiqsiz. Menda sizning shu qallingizning yerim bo'lsa-chu kashki. Bu planingiz paq qaltisga. Navoda shundoq bo'ladigan bo'lsa, bek yaxshi bo'ladi. Men cho'qim bu ishni ro'yobga chiqaraman. Yana bir gap, sen mushu bir necha kun jarayonida 2 kilo do'konning ishlarini obdan o'rinlashtirib qo'yib, yurtingga bir berib kelgin. Men demasammi, seningmi borgan kelib turdi-ku deyman. Endi bordigan vaqting bo'ldi. Cho'ng xo'jayin bo'lmasangmi, kichik xo'jayin bo'lding. Eliyarga bergan va'dangda turding. Lekin Eliyarni ko'rib, koni o'tlar tutishib kelsa bo'lmaydi. Balkim bu chaqcha Eliyar 2 balning dadisi bo'lib bo'lgandi. Sango ish nima? Ishlarni obdan bir taraf qila olaysan. Uzun gapning qisqasi, sening yeshingmi bir yerga bordi. Yurtingda bo'lgan bo'lsang, sen 2 balning onasi bo'lar eding. Yo'qni bar deb 8 yil arsiz o'tgan kunlaringni o'ylasam, sana ichim baq qaynaydi. Endi bas, turmush ishlarini obdan o'ylashqin. Bu mening sendan kutadigan eng cho'ng orzuyim. Maqulacha, endi ishlarim iziga tushdi. Bu vaqt cho'qim o'ylashma, xotirjam bo'ling. Men oldi bilan yurtga bir berib kelay. Yaqindan buvam-momamlar to'la tushimga kirib turdi. Demisam ularni bek tashlavatdim. Shundoq qilgin. Balkim ular sening hozirgi natijalaringdan xushal bo'lishib, tushingga kirib bo'lsa mushi 2 kun ichida yo'lga chiqqin. Baldiroq berib, baldiroq qaytib kelib, yangi loyiha uchun izlanmasam bo'lmaydi. Maqulacha, amsa mushi 2 kunda ishlarni o'rlashtirib yo'lga chiqishning tayyorligini qilay. Shundoq qilgin, qarg'ina bu yerda o'tiraverib, vaqtni bir yerga beribdi. Aeroplanga kechikib qolmay, menmi baldiroq aerodromga mang'aysanglim. Voy, bu aqlimni o'z g'amimda bo'lib bu ishni unutib qolganimni, yuring acha oldi bilan tamoq yeyli, ondan men sizni aerodromga olib qo'yay. Seni to'g'ri tushunaman. Bilsam bilmasam, sen hozirli yurting uchib borgan kelyotidi. Og'zingda bovam, momam deganing bilan, ammo hammadan bakroq Eliyarni o'ylayapsan-a? Voy, acha, nadik yo'q gapni qilmay, bulunga tezroq qo'sqim ichib kuldirlayotidi. Denko'rikdagi kavobdan toza bir qo'rsoq yeb, ondan yo'lga chiqqan. Ma'qul. Singlimning bu ko'nglini yondirsam bo'lmas. Amsi shundoq qilayli. Lekin aerodromga o'zim taksi bilan mang'ay. Opirib qo'yman deb shunmigan. Senmi do'konning ishlarini o'rinlashtirib, safar tayyorlig'ini qilgin. Opirib qo'ymasam ko'nglim unmaydi, acha. Siz otayim mening ishim uchun kelgan tusingiz. Bundaq yo'lga sap qo'ysam bo'lmaydi. Mana qara, yana takalluf qilishni boshlading. Mening nimadan bezorligimni bilsang-ku, bular uyga kirib o'zingni tuzashtirib chiqqan, o'rnidan turib chiqa o'xshaysa, kim biladi, do'nko'rikda otildek bir yigit uchrab qolamdi, texi bizga. Uchrab qolsa tegamay-ya, erimdan ajrashib ketdim deb turib. Ikkimizning kulgisidan gullik atrofida vichirlashib, nag'ma qilishayotgan qushqashlar urkib ketdi bo'lg'ay, purida qilib qayoqlargadir uchib ketdi. Xiyollarim mush yerga kelganda, men Eliyarning yordami bilan Ro'noq mehmon saroyiga o'rinlashdim. Arzu-armonlaring bilan yashaydigansan, hamon bir kuni shu arzuyingga yetasan. Xat yeramdan.
Mehmon saroyiga urilishib bo'lgandan keyin mahallaga qarab yo'lga chiqdik. Mashina soy bag'ridagi kumush lentidagi so'zilib yotgan asfalt yo'lda oldirmay ketib boradi. Iliarning eg'ir o'q tortishlaridan uning qattiq azoblanayotganligini his qilish tasamas edi. Navod odammi xuddi mashinaga o'xshash barliq dard alamlarini kayniga tashlab ketalagan bo'lsa, qancha yaxshi bo'ladi-da. Har ikkimiz gap qilishmay ketib bordik. Ammo hijron dastidan puchilangan bir jup yurak yitirqash bilan tashnavlik mujassamlangan murakkab beslarda tepchaklamoqda edi. Bir chaqda Eliyarning "Keldik" degan so'zidan esimni yig'ib atrofga qaradim. Ham ko'zlarimga ishonmay qoldim. Burunqi radsiz kesak uylarining o'rniga ratmirat qilib bino uylari selingan bo'lib, to'p to'zib turadigan mahalla yo'llari asfaltlashtirib, yo'lning ikki tarafiga tikilgan dal-daraxt va gul-giyohlar baxt mavjida qoqoqlab kelayotgan qizlardek jo'shqin ko'rinadi. İlgirki mahallimizning birdan-bir avod makoni bo'lgan taxt ko'rik va kichik bo'tkalarning o'rni cho'ng maydon qilib o'zgartirilib, maydonning o'ttirisidagi suv ko'lchigidagi fontandan etilib chiqayotgan zumratdek o'nchilar Hasan Husan rangida julalaydi. Ranglik hissiyot qo'zilgan maydonning piyodalar yo'lining ikki tarafiga qo'yilgan o'rindiqlarda o'ltirib aram ilayotgan tunish va notunush chiroylar to'limi tetik ko'rinadi. Eliyar degandek buvam momamlarning uyining o'rniga bino tushgan bo'lib, aslidagi o'rnining iznalarini qolmagan edi. Men bu manzaralarga qarab birda hayajonlansam, birda ko'nglim yerim bo'lib, yo'qitib qo'ygan bolalikdagi unutilmas manzaralarni har tarafdan izlaydim. Binoning kayniga o'tib, qayri dumchak jigda daraxtini izladim. Ammo uni topolmadim. Oxiri xuddi kichik bolalardek pang'ida yig'lavatdim. Eliyar barliq hissiyotlarimni tushunib turg'achqimi, mening kaynimdan untinsiz agishib kelavatadi. Mening bu holatimga qarab, "Go'zal ay, ko'nglingizni tushunyapman. Ammo sizmi bilasiz, hozir degan islohot davri. Shunga davlatimiz kishilarni boyasha turmushga erishtirish uchun shundoq yaxshi siyosatlarni chiqaryapti. Mana qarang, burunqi o'rilib chaydigan xatarlik uylar chiqilib, gaz, suv, hammasi talto'kis bo'lgan bino uylarni silib, kishilarni pokiza turmushga ega qildi. Chet yezidagi xalqqa yer tavlash chidamliq uylarni sepib berib, xalqni bu g'amdimi xalos qildi. Shunga biz partiya hukumatga rahmat aytishimiz kerak. Juring-a, sizni bir yerga ib boray." dedi u yosh yo'q ko'zlarimga bir xil umid qarab. Men nega boramiz degan ma'noda uningga qaradim. Eliyar beshi bilan mashinani ishorat qilib mangdi. Menmi endi bu yerda yig'lab turishning hech bir ahamiyatining yo'qligini his qilib, uning kaynidan agishib mashinaga chiqdim. Mashina mahalladan qayrilib, daryo bo'yiga qarab mangdi. Men derazadan yo'l bo'yidagi o'zgarishlarga qarab, untinsiz ketyapman. Kichkimdan o'shiq bilan tang to'pi kechib, yugurib cho'ng bo'lgan bu yo'lni asfaltlashtirib, daryo bo'yidagi yantoq, chig'irtmoqlik yerlar tuzlanib, har xil po'sindik uylar silinib ketgan bo'lib, yo'l bo'yiga to'xtab ketgan mashinalarning chiqlig'idan bu yerda bira to'y yoki mashrab bo'layotgandek tuyg'u beradi. Mening bu hayronligimni Eliyar sezdi bo'lg'ay. "Go'zal ay, qarang-a, ilgari bu yer qandoq edi? Mana endi bu yer shaharliklarning aram og'ash g'izolanadigan makoniga aylandi. Nahimizda o'zgarish bek zo'r. Kishilarning turmush hayoti o'zgardi. Xizmat, o'qishlardan charchagan kishilar bu yerga kelib aram olib ketishdi. Hey, ilgirgi daryo bo'yida behramon, yalang'och suv cho'milgan chog'larimiz ketdi bo'g'ay. Hozir nega qarsangiz odam. Ammo bu nahimizning iqtisodiga zo'r foydalanib kelyapti. Nurg'un xizmati yo'q. Ishki tutgan kishilar mana mush yerda oshpuzlarni ichib, o'z turmushini g'amlayotdi. Qarang-a, bu yer esingizdimi?" dedi u mashinani chetga tortib to'xtatib. Men oldimda turgan ozod ayvonchi qilib selingan tashdekdagi anjur daraxtlari o'ylini cho'ridab qo'yilib, o'ttiriga 5-6 tamoq ustuli qo'yilgan, har bir ustalning o'ttirisiga egiz o'sgan anjur daraxti qo'yilib,
kishini xuddi anjurzorlikda o'ltirib tamoq yeyotgandek ta'sirotga ega qiladigan darajada saramjonlashtirilgan bu qizil ranglik uyga qarab, Eliyarning nima demoqchi bo'lganini tushunolmay turib qoldim. Eliyar meni hovlining ichiga boshlab kirib, mulosim qiz bilan salomlashgandan keyin yon eshik bilan uyning kayniga o'tdi. Menmu tushuniksiz hissiyatda uning kaynidan agishib mangdim. Yan eshikdan chiqibla oldimda turgan bir jup terakka qarab chippida to'xtab qoldim. Bu ayni chog'dagi ikkimizning ismi o'yilgan terak edi. Bizning ismimiz hali ham uningda aniq turadi. Men ko'zlarimga ishonolmay atrofga sapsilib qaradim. Daryo suvi burunqidan ozlab qolgandek ko'rinadi. Qirg'oqdagi qumishliqlar yulib etilib, simnot bilan qotirilib yasalgan bo'lib, atrofga har xil teraklar tikilib chimliqlashtirilgan. Har xil gul giyohlar terilib, o'rimchining xalq bog'chisidan qilishmog'idek yasalgan edi. Daryo qirg'oqlarida o'ltirib, daryo suyining yiqimliq nag'masini tomosha qilayotgan kishilar oz emas edi. Men asta kelib, ismimiz o'yilgan terakka yo'landim va Eliyarga "Bu terak najib kesivatmay saqlab qopdi-ku?" dedim taajjub bilan. Sizningcha kesivasi yaxshi bo'lamdi? dedi Eliyar ko'zlarimga tikilib turib. Men sal o'ng'aysizlanib, "Yo'q, men undoq demoqchi-ku emas, lekin shuncha yerlarni buzib tuzabdi-yu, buya shunga daymina?" Jigdi daraxtlarni kesayotgandek shundaqmi? Qarang, avu jigdi daraxtlarni, ular shu jigdi daraxtning notlari, men ularni o'z qo'lim bilan bu yerga tikib cho'ng qildim. Nima? Ular rasli bizning o'yinning kaynidagi jigdi daraxtining notlarimi? Shundaq, uyni buzgan chaqda jigdi daraxtinim qo'mirvatdi. Men uning shoxlarini mushaga akilib tikib o'stirdim. Bu oshpuzilni sog'gan chaqdimi, men uy solg'uvchilarga bu ikki tutarakni saqlab qilish to'g'riliq o'tingandim. Ular bu fikrimga asosan uyni mushundaq loyihalab, bu terakni saqlab qoldi. Ha? Eliyar, siz buni qilsangiz ayolingizga yuz kelalamsiz. Yana terak ismimizni o'chirvatmabsiz. Navot ayolingiz buni ko'rib qas azoblanmasmi? Ayolingiz? Nerga ayolimkan o? Nimdavatsiz Eliyar, ayolingiz qani? Men jiddiy tusda Eliyarning chiroyiga maqtak tikildim. Eliyar menga gap qilmasdan bir haza qaravatgandan keyin asta mengib bo'kkida o'sgan jigdi daraxtining yenidagi o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Qadrlik anglovchilar, Mehriyaning Ersiz o'tgan kunlarim nomli hikoyasining 11-qismi bugun mushu yerda tamom. Ajba Eliyar ayoli bilan ajrashib ketganmidi? Eliyar bilan Go'zalay rostila birga kelalamu? Asarning davomi qiziqsanglar, diqqatinglar davomliq ovozli kitob salonimizning bundan keyingi mazmunlarida bo'lsin.